Assalomu alaykum Razoq shahrining turg'unlari, ayimdar janob mirzolar, sizlarga Razoq shahrida dag'i bir o'ta so'nin jangliqda aytib ko'rsatib o'tamiz. Razoq shahri Bozogul ko'chasida shunday mana o'ta so'nin tep-tegiz 8 sotik yer plus monday mana 5 ga 20 metrlik tayyor fundamenti bilan sotiladi. Do'stlar, videoning jurishida sizlarga adreslarini taqtab ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Do'stlar, shu Razoq shahrining sentral yo'li bilan bozor tomonidan tuz bosib chiqib qolsangizlar, ko'rib turganda bu yoq tomonda o'ng qo'lda Astanovka bor. Shu Astanovkaning oldidan Ernazarov Toshpo'lat atindagi ko'cha bilan tuz bosib kirib borsangizlar bo'ladi, sotilayotgan yer oldiga. Do'stlar, pozgayni oldidan tuz bosib chiqib qolsangizlar, ko'rib turganda bu yoq tomonda transformator bor. Shu transformator oldidan tuz bosib o'tib qolsangizlar, ko'rib turgandek bu yoq tomonda chap qo'lga qarab yo'l kirgan. Shu yo'l bilan tuz bosib tushib borsangizlar, shu sentralni yo'l bilan tuz bosib tushib qolsangizlar, ko'rib turgandek bu yoq tomonda Bozogul ko'chasi ikkinchi uyi arqa jag'ida o'ta so'nin ko'rib turganingizdek tep-tegiz 8 sotik yer plus mashinada mana 5 ga 20 bo'lib tayyor fundamentlar bilan sotiladi. Ko'rib turganingizdek katta ariqlarda mashinada mana suvlar keladi. Ko'rib turgandek suvdan plus monday mana to'xtam muammo yo'q. Katta stalbalarda to'xlagacha kelgan. Plus mana bu yoq tomonda qo'shnilar bir necha yildan beri kelib, uylarni solib, maza qilib yashayaptilar. Bu yerni sotib olgan odam hozir mana shu fundamentni ustiga so'nin qilib, uylarni solib, maza qilib yashasalar bo'ladi. Do'stlar, mana bismillahir-rohmanir-rohim deb sizlarga granitsalarni ham taqtab ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Do'stlar, mana yo'l tomon granitsamiz mana shu burchaydagi ustekadan bu yog'i mana qo'shni granitsasigacha eni 20 metr. Yuqori yon tomon granitsamiz mana shu burchaydagi ustekadan qo'shni imoratigacha uzunasi 40 metr. Ko'rib turgandek bu yoq tomonda ham qo'shnilar granitsalarni ajratib so'nin qilib mana zaborlarni qilib qo'yganlar. Pastki yon tomon granitsamiz ko'rib turganda mana shu betonni burchagidan bunaqangisi takansa pastki burchakkacha eni 20 metr. Do'stlar, bu sotilayotgan yerimizning foydali tomonlari ko'rib turgandek gabrazni qilib past tomonga so'nin qilib betondan fundamentlarni qilib qo'yganlar granitsaga. Bu yerni sotib olgan odam hozir kelib fundamentni ustiga zaborlarni ko'tarib maza qilib yashasalar bo'ladi. Pastki tomon granitsamiz mana shu betonni burchagidan bunaqangisi ko'rib turgandek takansa yo'lgacha uzunasi 40 metr. Plus mana ko'rib turgandek yerimiz tep-tekis zo'r joyda joylashgan. Do'stlar, mana daha bir bor uyi fundamentlarini sizlarga so'nin qilib ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turgandek eni 5 metr, bunaqangisi uzunasi 20 metr. Ko'rib turgandek yuqori tomoni 1 metr, past tomonni 1.70 qilib fundamentlarni ham baland moshni qilib cho'tka qilib qo'yib qo'yganlar. Plus ko'rib turgandek bu yoq tomondan eshikka joylarni ajratib bunaqangisi patta podvalli joylarni oltiga 5 metrlik qilib qoldirganlar. Ishlarni plus chuqur qilib qazib balandligini 2.5 metr qilib qo'yganlar. Plus bu yoq tomondan podvalga bir nimas ikki tomonda mana o'ynan joylarini qoldirganlar. Do'stlar, mana bo'lmalarini daha sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu yoq tomonda 6 ga 5 metrlik bitta xonaga so'nin qilib fundament qilingan. Bu yoq tomonda mana ikkinchi xonaning joyi eni 5 metr, bunaqangisi ham 5 metr, 5 ga 5 metrlik sredniy xonaga rashat olingan. Bu yoq tomonda mana koridorga bunaqangisi 5 metr, eni 4 metrlik qilib so'nin qilib qo'yganlar. Bu yoq tomonda yana bitta sredniy xona bor, 5 ga 5 metrlik. Ko'rib turgandek fundamentlari ham baquvvat moshni bo'lib, plus monday mana rossiyskiy armaturalardan so'nin qilib 2 etajlikka rashat olib, moshni rossiyskiy armaturalardan quyilgan. Do'stlar, bu yerni sotib olgan odam hozir kelib 2 etajlik uyni ko'tarsalar bo'ladi ustiga. Do'stlar, biz sotilayotgan yerimizni ko'rib turgandek qizil kitoblari hammasi joyida. Hozir o'zingizning nominaga o'tkazib olsanglar bo'ladi. Do'stlar, daha bir bor adresda aytib o'tamiz. Razoq shahri Bozogul ko'chasida mashinada mana o'ta so'nin tep-tegiz 8 sotik yer plus monday mana 5 ga 20 metrlik katta uyi fundamentlari bilan sotiladi. Do'stlar, narxiga keladigan bo'lsak, narxini 2 million 250 ming deyaptilar. Jazma oladigan odamlar bo'lsa, arzon qilib kelishtirib beramiz dedilar. Qiziqqan aka-ukalarimiz uchun shu videoni ostida xazar nomerlarini jazib qoldiramiz. Chalib, suylashib, kelib, ko'rib, yo'qsa savdo qilib olishingiz mumkin. Do'stlar, agar sizlarga videomiz yoqsa, обязательно shu videoni ostiga kommentariyaga o'zingizlarda o'y fikrlaringizni jazib qoldirib,
+1 birdan layk bosib qo'yishni unutmangizlar. Ko'rganingizlar uchun cho'ng rahmat.